Assalomu alaykum. Kechadan buyon ijtimoiy tarmoqlarda Goodwill'ning shishali pishirish panellari bilan bog'liq bo'lgan video muhokama qilinmoqda. Videoda 2,5 yildan beri Goodwill'ning shishali pishirish panelidan foydalanilgani va shisha oynaga shikast yetgani aytilgan edi. Bu holat nafaqat Doniyor Fozilxonov bilan bog'liq bo'lgani uchun emas, balki barchani ogoh qilish uchun bu videoni tayyorladik. Videoda bu holat portlash sifatida talqin qilingan va mahsulot xavfli deb xulosa berilgan. Biz ushbu vaziyatga to'liq aniqlik kiritish uchun 3 soat ichida video egasi bilan uchrashdik, lekin holatning asl sababini aniqlash uchun uylariga kirishga ruxsat ola olmadik. Hozir servis markazi rahbari shishali pishirish panellarida bunday holatlar qaysi omillar ta'sirida yuzaga kelishi haqida texnik jihatidan tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Shishali pishirish panellarida ishlatiladigan shisha tovlangan va mustahkam bo'ladi. Shu bilan birga ayrim tashqi omillar ta'sirida shishani sinish holatlari bor. Birinchi sababi nuqtaviy zarba. Masalan, qozon yoki metal buyumining bitta nuqtaga kuch bilan tushishi eng katta sabablardan biri bo'lishi mumkin. Ikkinchi holati esa keskin harorat farqi. Issiq panelga birdan sovuq suv yoki sovuq idish qo'yilishi har qanday shisha oynani keskin sinishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunga qaramasdan kompaniyamiz pishirish paneli shishasi uchun 1 yillik kafolat taqdim etib kelmoqda. Ya'ni ushbu muddat ichida har qanday holatda pishirish panelini shishasi bepul almashtirib beriladi. Shu yerda ta'kidlab o'tamizki, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida tovlangan shisha mayda bo'laklarga bo'linib ketadi. Bu esa inson sog'lig'iga yetishishi mumkin bo'lgan zararni oldini oladi. Endi esa aynan Doniyor Fozilxonovning video murojaati bo'yicha kompaniyaning rasmiy izohini keltiramiz. Doniyor Fozilxonov servis markaziga telefon orqali murojaat qilgan va unga javoban kompaniya tomonidan mahsulotni ta'mirlab berish, shisha yoki metal qoplamani yuzasini almashtirib berish taklifi etilgan. Biroq afsuski ushbu xizmatlar qat'iy ravishda rad etilgan. Qo'ng'iroqdan so'ng qisqa muddat ichida Doniyor Fozilxonov o'z sahifasida video murojaati joylashtirgan. 3 soat ichida kompaniya tomonidan servis va marketing vakillari ishtirokida Doniyor Fozilxonov bilan uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuv davomida hodisa sabablarini to'liq o'rganish va bepul servis xizmatlarini ko'rsatish yana bir bor taklif qilindi. Ammo bu taklif ham Doniyor Fozilxonov tomonidan rad etildi. Joyiga borib o'rganishga ruxsat berilmagani sababli biz faqat taqdim etilgan foto va video materiallar asosida tahlil qilishga majbur bo'ldik. Ammo aniq sabablarni o'rganish imkoni bo'lmadi. Shuningdek, Doniyor Fozilxonov o'z sahifasida portlash so'zini noo'rin ishlatganini ta'kidlamoqchimiz. Bu holatda gaz ishtirok etmagan. Chunki barcha pishirish panellarimiz xavfsizlikni to'liq ta'minlash maqsadida gazokontrol funksiyasi bilan jihozlangan. Bundan tashqari, mahsulot bilan birga gazoreduktor ham taqdim etiladi. U tashqi quvurdan kelayotgan tabiiy gaz bosimini keskin oshgan taqdirda uni stabillashtiradi. Natijada tabiiy gaz bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan yong'in va portlash holatlarini oldini oladi. Shuningdek, mahsulotlarning har bir partiyasi O'zbekiston Respublikasining milliy sertifikatlashtirish tizimi talablari asosida tekshiriladi va sertifikatlanadi. Goodwill'ning 18 yillik tajribasi davomida shishali pishirish panelini ishlatish natijasida birorta mijoz sog'lig'iga zarar yetgani bo'yicha murojaatlar kelib tushmagan. Buni yana bir bor Doniyor Fozilxonov o'zi ham video murojaatida tasdiqlagan. Ya'ni yaxshi, ayolimga hech narsa qilmabdi. Ular bilan yaqin yillarda hamkorlik ham qilganmiz. Maishiy texnikalar borasida mening tanlovim Goodwill. Goodwill texnikasini sotib olayotganda albatta sotuvchi maslahatini inobatga oling va foydalanish qo'llanmasini yaxshilab o'qib chiqing. Goodwill baxtli oilaviy hayot uchun.